Farzandingizda gemangioma bormi? Uni operatsiya qildirishga shoshmang. Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda gemangiomani davolashni 3 ta asosiy yo'li bor. Birinchisi bu dori vositalari bilan. Ikkinchisi bu lazer terapiya va uchinchisi radikal holatda operativ jarrohlik. Har bir turida gemangiomani joylashishiga, lokalizatsiyasiga, bolani yoshiga qarab turib davolash metodikasi tanlaniladi. Va agar bolalar juda ham kichik yoshda bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha bizlar ularga dori vositalari bilan davolanishni tavsiya beramiz va bu o'z effektini 70-80% holatlarda juda ham chiroyli ko'rsatadi. Ikkinchisi gemangiomani turiga qarab lazer terapiya. Bu dermatologlar tomonidan lazer apparatlari yordamida gemangiomani bartaraf etish mumkin. Uchinchi holatda gemangiomalar xirurgik yo'l bilan olinadi. Bu turdagi gemangiomalar juda ham katta hajmda bo'lsa va o'z vaqtida davolanmagan bo'lsagina bemorni yoshiga, gemangiomani joylashiga qarab turib operatsiya yo'li bilan davolanadi. Va bunday operatsiyalar ba'zi holatlarda bir necha bosqichdan iborat bo'lishi mumkin. Shu sababdan sizning farzandingizda yoki yaqinlaringizda shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, buni kechiktirmasdan o'z vaqtida shifokorga murojaat etishni tavsiya beramiz.